Assalomu alaykum do'stlar. Sahar turib mehmondorchilikka ketyapman. Xudo xolasa mazza qilib mehmondorchilikdan qaytib, achchiqqina kofeni damlab, ertalabdan onamlar bilan sayrga chiqishni rejalashtirdik. Bugun nimaga kofe ichilsa, birinchisi bittasi onamga, ikkinchisi menga. Kofedan keyin xudo xolasa sayrga chiqamiz ayollar. Bay. Rangim необычный rangi. Shunday qilib mahallani ham boshiga chiqib oldi. Nima qilaylik? Yengil mashinaga ketaylik bugun. Bu telefon endi telefon bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ustoz endi ishlasaylik bo'laveradi, anaqa toza joyda. Barakali bo'lib. Bismillah. Telefonlarimizni mana bo'lib 3 ta etapga keltirib oldik. Birinchi jarayon arqa qopqog'ini yechish, ikkinchi jarayon obodogini yechish, uchinchi jarayonimiz mana stiklonimizni yechib olish jarayoniga yetib keldik. Xudo xolasa buni endi pechkaga qo'yib, pechkada qizdirib ekranni ko'tarib olamiz. Xullas, krishkani yechib, obodogini yechib, displeyni korpusdan ko'tarib oldik. Ko'rishlaringiz mumkin, korpusni toza qilib tozalab, tayyor holatga keltirib qo'ydik. Inshaalloh kelsa, shu telefonda ham ustozimiz topshirsa, inshaalloh displeyni ko'tarib, buni ham tayyor qilib qo'ysak, yuboramiz. Mana ikkita telefonni bitirib oldik. Xudo xolasa bu telefonda endi batareykasini almashtirish kerak.